You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? You got Qora bo'lib qoldimmi? Xo'p. Hamita svet o'chirchi uka. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Endi yoqchi svetni. Nima bo'ladi? Bo'l turaversin. 3-siga qo'yib yubor svet. Da bo'ldi, mash. Bu bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Demak, mikrofon ochiqmi? Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Xo'p, bugun sizlar bilan demak streamimizni boshlaymiz. Necha kishi streamda turibmiz, xudo xolasa? Hozir 1 minut qolganlar ham kirib olishligi mumkin. 55 kishi ekan. Xo'p, bugungi demak streamimizda sizlar bilan juda ham ko'pchilik so'ragan SMC bo'yicha strategiya, SMC dan ozroq narsa ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Xo'p. Hozir 100 kishi bo'lishimiz bilan boshlaymiz o'rtoqlar. Qolganlarni ham hurmat qilgan holatda, ya'ni boshqatdan boshlab o'tirmaslik uchun kutib turibmiz. Ovoz eshitilyaptimi? Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ovoz zo'r, ko'rinish zo'r, hammasi normal, a? Ha, chotki. Bo'ldi. Mikrofonni o'chirib qo'yasizlar akalar. Ovozga ruxsat berganlarimiz. Xudo xolasa, bugungi streamimizda sizlar bilan demak aytib o'tganimizdek SMC va SMC dagi bitta yaxshi ko'rgan strategiyam bor. Gold zona hisoblanadi. O'shani o'rganib chiqamiz. Xo'p, qisqacha bugungi sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsamni aytib o'tmoqchi bo'lsam, stream unaqangi juda ko'p vaqt olmaydi. Qisqa stream bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, demak SMC. Men bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, belgilab ICT, SNR, klassik modellar, klassik bo'yicha demak konsepsiyalarni yozib chiqqandim. Xo'p, agarda biz konsepsiyalarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'rtoqlar, demak bizda SMC, ICT, SNR eng topda turgan 3 tani oladigan bo'lsak, bularning hammasi baribir bizga bozorda o'sha savdo qilishimizni osonlashtirish uchun yoki qanaqadir ma'noda bir-biridan ko'chirmachilik qilgandek gap bo'lyapti. Hammasini vazifasi sizni bozorda daromadga olib chiqishlikka harakat qiladigan konsepsiyalar hisoblanadi. Bularning ichidan SMC ni ko'pchilik yoqtiradi shekilli, 32%. Instagramda esa Instagramda bizda ko'pchilik so'ragani strategiya SMC ni so'rashgan ekan. Shuning uchun ham biz SMC ga to'xtaldik va bugungi o'rganadigan narsamiz bu Gold Zone hisoblanadi. Xo'p, mana bu strategiyani ko'rib chiqamiz. SMC nimalarga tayanib ishlaydi? Ko'pchilik biladi buni. Ya'ni order bloklar bilan ishlaniladi SMC da. To'liq har bitta qismiga detalli kirishmayman, bu chunki stream bitta strategiyaga moslashgan stream. Hech qanaqangi to'liq konsepsiya o'rgatiladigan stream emas.
Lekin mana shu strategiyani o'rganib olsanglar ham juda yaxshi yordam beradi. Xo'p. Qaranglar. Bozorda SMC'da ko'proq asosan SMC ICT ikkalasida bozorda zonasini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni BOS va choch yoki chok deyiladi yoki ICT da market structure shift bo'ladi. Buning uchun biz bitta indikator qo'shib olamiz. Yaxshi SMC ni bilmaydiganlar uchun albatta bu boshlang'ich treyderlarga, qolganlar professionallar o'zlari BOS choklarni belgilashlari mumkin. Men endi darsimizda bitta BOS chochlarni belgilab o'tirmaslik maqsadida bitta indikator ko'rsatib chiqmoqchiman. Bu yerda indikator 100% to'g'ri ishlamaydi. Shunisini ham aytib o'tmoqchiman. 100% to'g'ri ishlamaydi degan nimani tushunish mumkin bu gapdan? Aniq BOS va aniq chochni baribir professionalni o'zingiz topib chiqqaningiz ma'qul hisoblanadi. O'shaning uchun BOS chokka o'zimiz topganimiz ma'qul. Bu boshlang'ich treyderlarga lekin foydasi tegadi. O'shaning uchun mana bu indikator nomi indikatorlar qatoriga BOS va choch deb yozsanglar chiqib keladi. O'shandan foydalanib tursanglar ham bo'ladi. Xo'p, undan tashqari SMC da demak asosiy savdoni order bloklardan amalga oshiradi. Masalan, mana bu holatga e'tibor beringlar. Biz hozir Bitcoin dollarda ekanmiz. Mana bu yerda demak order blogimizdan bozorda reaksiya olganligini ko'rib turibmiz. Order blok bizda mana bu holat bo'ladi. Chunki biz BOS holatida turibmiz. Mana bu holat BOS va bozor BOS ichiga kirib order blokdan reaksiya olib chiqdi mana bu holatda. Hali ham BOS minimumlar buzilgani yo'q. Bu degani uptrendda turibmiz holat bo'yicha. Order blok ishlash holatlariga e'tiboringizni qaratmoqchiman bu joyda. Mana shu order blokdan reaksiya olgan. Bizning strategiyamiz, aynan sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiyam choch holatida, ya'ni market structure shift holatida sizga ancha qo'l keladigan strategiya hisoblanadi. Mana shu holat bo'lgandan keyin ishlatilinadi. Xo'p, garantiya berib aytaman, agarda strategiyani to'g'ri ishlatsanglar, ancha-muncha strategiyalardan ko'ra sizlarga foydasi tegadi. Chunki bu sizlarni nima deydi, to'g'ri yo'lga boshlovchi strategiya. Ya'ni hamma joyda savdo qilib tashlashligingizga yo'l qo'ymaydi. Misol uchun ko'pchilik demak yoqtiradigan instrument bu tillaga o'tib olamiz. Mana masalan men tillada shaxsan o'zim savdo qilgan joyimni ko'rsatmoqchiman. 15 minutlik time frame da e'tibor beringlar. Bozorni oxirgi bo'sini olib olamiz mana. Mana bu holatda oxirgi BOS holati, liniyani sal kichkina qilamiz. Mana bu holatda belgilaymiz. Hamma sellda ancha-muncha odam qiynaldi. Chunki ko'pchilik buyga o'rganib qolgandi va mana shu tushib kelish ancha odamni dabdalasini chiqardi degan bo'ladi. Mana shu BOS holatini bozor maksimum buzib o'tgandan keyin bizda nima hosil bo'ladi? Choch holati hosil bo'ladi. SMC chilar uchun choch, ICT chilar uchun market structure shift. Lekin ikkalasi bitta narsa, faqat nomi bir-biridan farq qiladi. Va choch bo'lgandan keyin bozorda ortga razvorotini kutamiz. Masalan, mana yuqoridan o'sha choch bo'lgandan keyin orqaga razvorot berishligi mumkin yoki ozroq yuqoriga harakatlanib shu chochni orasiga yana qaytib kirishligi mumkin. O'sha kirish bizga kerak bo'ladi. Mana shu holatda demak choch razvoroti demak mana bitta bo'ldi. O'sha yerdan pastga qarab Fibonacci tortib olamiz. Fibonacci tortib olamiz. Fibonacci urvinlarimiz o'sha urvinlar akalar. 0,236 bilan 0,5 urvini kerak bo'ladi bizga. 0,1 va 0,5, 0,236. Mana bu ikkita oraliq 0,5 bilan 0,236 bizda buy zona hisoblanadi, gold zona hisoblanadi. Bu degani bu yerdan buy kirib ket degani emas. Umuman buy kirib ketishlikka bu yerda yo'l qo'yilmaydi. Faqatgina mana shu zonadan order block topilsa savdoga kiriladi. Order block, chunki bu demak SMC ni asosiy nima deydi, urvinlardan bittasi bo'lganligi uchun order blockdan biz buy kirishligimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun order block topamiz. Mana bitta bizda order blockimiz bor va order blockdan bozor reaksiya olyapti. Bu order block lekin bir marotaba ishlagan holatda. Buni kichikroq time frame ga o'tib ko'radigan bo'lsak-chi, mana 5 minutlikka o'tadigan bo'lsak, bizda mana shu order blockdan, mana shu order block, boshqa order block bu yerda yo'q ekan. Mana shu order blockdan reaksiya olyapti. Strategiyani bu bozordagi ko'rinishi. Sizlarga men nima deydi, model sifatida chizib beradigan bo'lsam strategiyani, mana bozor holati. Bizda mana bu holat BOS. Mana bu holat deylik choch.
va bozorda orqaga cho'ch razvoroti bo'lishligini kutamiz. Orqaga kirishligini, ya'ni. O'sha razvorot bo'lgan joyidan mana bu joygacha Fibonacci tortib olamiz mana. Razvorotdan, demak, minimumgacha. Mana bu holatgacha Fibonacci tortib olamiz va 0,236 bilan 0,5 orasi bizda gold zonasi degani bitta sabab bayga bay 3 deylik. Xo'p, order blokdan savdoga kiriladi deb qo'yamiz. Mana. Gold zona bo'lgani bilan buy zona emas bu. Faqatgina mana shu order blok bo'lsa buyga kiramiz. Bu buy holati edi. Sell holatini ko'rsatamiz. Narx yuqoriga bo'z holati bilan ketyapti. Mana bizda cho'ch. Mana men bu holatni belgilayman. Demak, shu yerga bo'zni sig'dirishimiz kerak-da. Bo'z va mana bu holat cho'ch. Mana. Va biz Fibonacci'ni qayerdan qayerga tortamiz endi? Bu o'sha cho'chni razvorotidan oxirgi bo'zni maksimumigacha mana. Mana bunaqasiga tortib olamiz mana. Bu yerda yana o'sha zonamiz, gold zona mana. Order blok topilinadi va savdoga bu yerdan kiriladi. Gold. Buni ham belgilab qo'yamiz. Xo'p, ushbu ikkita beo'xshov xunuk chiqqan rasmni sizlarga men hozir kanalga tashab qo'yaman. Xo'p. Hozir kanaldan bemalol ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Gold demak gold zone strategiya uchun qo'llanma qilib qo'yaylik, ha. Ana. Xo'p, bozordan misollarga o'tamiz bo'lmasam, 5 minutlik time frame'dami, 1 soatlik time frame'dami umuman qizig'i yo'q. Bizda asosiy cho'ch bo'lgan joyi bo'lishligi kerak bozorda, o'sha joydan bu strategiyani bemalol ishlatib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Mana bu holatda olsak bo'lar ekan o'rtoqlar. Mana bu holatimizda oxirgi bo'simiz mana bu turibdi maksimumda. Mana. Bu holatimiz bizda bo's. Va bizda cho'ch bo'lgan joy oxirgi bo's minimum yangilanishi mana. Mana shu joyda cho'ch qilib olamiz. Cho'ch qilib oldik. Cho'ch razvoroti sal pastroqdan bo'ldi. Razvorotdan tepaga qarab tortamiz. Mana 0,5 bilan 0,236 bizda gold zone. Mana. Belgilandi. Ideal. Order blok esa mana uni o'zi. Oxirgi svechani o'zi. Yoki kichkinaroq time frame'da bu yerdan zona topishlik mumkin menimcha. Bu yerdan mana kirib ketsak bo'ladi. Bu yerda juda ko'p sabablar bor. Mana shu qaytishda yana boshqa Fibonacci'ning boshqa urinlari ham bor. U yerdan ham kirib ketsak bo'ladi. Order blokdan qaytgan. Order blokni mana bunaqa belgilamay, chunki men bu gold zona bilan chalkashib ketib qolyapti. O'shaning uchun mana bunday qilib olsak bo'ladi. Yoki bu yerda ICT blok ham bor ekan mana bu yerda. ICT blok. Oba. Right olamiz bu yerda mana. Xullas order blokdan reaksiya olgan. Bu sell holati edi. Buy holatiga hozir misol topib ko'rsatib beraman unda ham. Faqat bizga cho'ch holati bo'lishligi kerak. Cho'ch bo'lish kerak. Juda uzoq tarixga tushamiz menimcha. Chunki 1 soatlikka o'tib qo'ymayman, 15 minutlikka o'taylik, chunki bozor ko'p razvorot olgan joylari bor. O'sha yerdan ko'rib chiqsak bo'ladi. Masalan, mana bu holatda ham olsak bo'ladi. Qaranglar, bizda cho'ch holati bo'lgan mana bu holatda. Faqat razvorot sal kamroq bo'lib qolgan ekanda mana bu yerda. Mana bu yerdagi razvorot kamroq bo'lib qolgan ekan. Agar bu razvorotni oladigan bo'lsak, mana tushish, mana order blok. Order blokdan reaksiya olgan. Razvorot sal uzoqroqda lekin o'rtoqlar. Bu yerdan ham ishlagan. Reaksiya olgan. Xo'p, mana bu holatda ham olsak bo'lar ekan. Oxirgi bo'z
deylik, mana uni ham mana bu holat cho'ch deb olsak, cho'chni razvorotidan bo'sni demak minimumgacha tortamiz. Mana bu yerdan demak gold zona deb olamiz. Mana bu liniyani orasini. Bu yerdan order blok topishligimiz kerak endi. Xo'p, order blokka mana buni misolini olsak bo'ladi. Mana bu order blok. Va order blokdan bozor reaksiya olib ketganini ko'ryapsizlar. Zo'r, ideal ishlagan bu yerda ham. Holat bo'yicha. Boshqa paralarda ham ko'rsatib bera olaman. Xo'p. Biz yevro dollar turibmiz. Mana masalan mana shundan misol bor ekan, qaranglar. Yevro dollarda mana biz 15 minutlik time frame da turibmiz. 15 minutlik time frame da va bizda mana bo'z holati mana bu yerda. Mana bu joyda ham olsak bo'lar ekan, mana bu joyda ham. Chunki tana bilan o'tgan bu yerda. Deylik mayli, главный mana bu holat cho'ch bo'ladigan bo'lsa, mana bu holat. Cho'ch razvoroti mana tortib oldik. Shu ikkita liniyani ichidan, ya'ni mana bu liniya bilan, mana bu liniyani ichidan order blok topishimiz kerak, to'g'rimi? Mana shu yerda order blok bor. Mana bu order blokni olsak bo'ladi. Va order blokdan mana reaksiya olganini ko'ryapmiz bozorda. Mana. Order blokdan reaksiya olib ketgan. Xo'p, tarixda ko'radigan bo'lsak. Tarixda mana bozorda cho'ch holati yoki mana oxirgi bo'z bu desanglar, mana buni cho'ch desak bo'ladi. Cho'ch holati bo'ldi. Cho'chni razvorotini tortib olamiz. Cho'chni razvorotidan minimumga. Order blok mana bu yerda bo'lishligi kerak. 0236 bilan 05 ta orasida order blok bo'lishi kerak. Xo'p, mana bizning order blokimiz va order blokka narx kirgan, ketgan. Strategiya umuman bomba ishlab beradi. Agarda bo'z cho'klarni to'g'ri tushunsangiz va to'g'ri topa olsangiz. Xo'p. Mana misollar bo'lsa ko'rsatayim bironta. Boshqa paralarda ham sinab ko'rsanglar bo'ladi. Strategiya eslatib o'taman. Ko'pchilik demak bizda nima deydi? SMC bo'yicha strategiya tushuntiring, SMC ni ichidan bo'lsin degan aprosda demak berilgan javobga qarab beryapmiz, o'rgatyapmiz. Xudo xolasa, menimcha foydali bo'ldi. Xo'p, strategiyaga kech kirganlar yoki streamga kech kirganlar, bizda zapis ketyapti. 17 minutlik zapis bo'libdi. Xudo xolasa buni Telegram kanalda olasizlar. Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Menimcha foydali bo'lyapti, to'g'rimi o'rtoqlar? Har yakshanba xudo xolasa bu yoqqa stream bosamiz. YouTube'da yo'q strategiyalarni xudo xolasa o'zimiz o'rgatib boramiz. Maksimal darajada aktivni ko'tarib tursanglar bo'ldi. YouTube'ga video qo'ymay qo'ydingiz aka, nimaga? Endi qo'yamizda. Mana shu streamlarni xudo xolasa YouTube'ga joylaymiz. Xo'p, bizda hozirda 90 ta odam demak eshitib turibdi ekan. Endi 90 kishini har bittasini savol javobiga baribir qila olmaymiz. Bironta savolinglar bo'lsa, adminga yozib qo'yaverasizlar. Strategiya tushunarli bo'lgan bo'lsa, tushunmaganlar bo'lsa ham qaytadan ko'rib olsanglar tushunasizlar. Mana bu qo'llanmasini ham tashab qo'ydim. Qo'llanmasini ham ko'rib ishlatsanglar bo'ladi. Men o'zim agarda bironta signal tashlasam kanalga, agar shu strategiya bo'yicha bo'lsa, eslatib qo'yaman. O'zingizlar ham tekshirib ishlagan holatlarni ko'rishinglar mumkin. Keyin 1 minutlik time frame da ishlatsa bo'ladimi desanglar, misol uchun 1 minutlikda bo'z cho'k bilasizlar, 1 minutlikda juda ko'p bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan ishlatsanglar bo'ladi, lekin bu ham ideal ishlab beradi. Hozir men ko'rsatib beraman sizlarga, qaranglar. Mana. Bizda mana bu holat minimum buzilishligi bo'z bo'ladi va maksimum buzilishlari cho'ch bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu holatda cho'ch bo'ldi va cho'chni razvorotidan bo'zni demak minimumgacha tortamiz. Va order blokka kelishligi kerak. Mana bu order bloklarimiz bor, mana bu yerda ham bor, mana bu yerlarda ham bor. Mana shu order bloklardan reaksiya olib ketishligi kerak bo'ladi. Lekin bu yerda olmagan ekan, 1 minutlikda ko'p hosil bo'ladi, lekin ishlatsanglar bo'ladi 1 minutlikda ham. Xo'p, mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi. Bo'z
cho'ch holati. Cho'chni razvoroti mana bu yerda bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Order block topilinadi. Mana order blogimiz bor. Order blockdan cell и mana o'xshagan joy. Faqat cho'ch holatidan ishlatasizlar. Xo'p. Navoiylik o'quvchisizman. Zo'r akalar. Foydali bo'layotgan bo'lsa xursandmiz. Ko'pchilik mana bu yerda audioga ruxsat berilmaganligiga yozma javoblar yozish ana qilishyapti, savollar, so'rovlar. Xudo xolasa, demak, streamdagi strategiya tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir men buni videosini yuklab qo'yaman. Hammaga rahmat kattakon qo'shilganinglar uchun, streamga qatnashganinglar uchun. Bundan keyin Sin FX hozir men bitta ko'rsatib qo'yadi mana. Sin FX. Ne qilsam ko'rinadi? Vashi yarki bo'lar ekan. Sin FX Telegram kanalida streamlar har hafta xudo xolasa bo'lib o'tadi. Scalping o'rgating aka. O'tgan 3 minutlik strategiyamiz scalping edi. Endi bu ham boshqa strategiya. Bora strategiyalarni ko'paytirib boramiz. Ganna strategiyasini so'rayotganlar akalar 5343 ta ekanmiz. 6 ka bo'lishimiz bilan xudo xolasa Gannani ikkita qismini chiqarib beraman. Bittadan chiqaramiz, ikkita qism. Juda katta tema chunki. Bugun xudo xolasa bugun emas, ertaga dushanba bo'ladigan bo'lsa, ertaga Gannada analiz qilgan ikkita paramiz bor. Tilla bilan USDJPY. Ikkalasini rezultatlarini tashab beraman sizlarga o'xshasa. O'xshamasa ham tashab beraman. Hozircha USDJPY uje 90% o'xshadi. Bitta take profit urgan, ikkinchi take profitini kutyapmiz. Tillada hali bitta take profit urmadi, lekin yaqin qoldi. Buy olgandik, buy bo'lgandi Ganna bo'yicha. Normal yurib qo'ydi. Yana ozgina qoldi. Buy demak take'imizni ursa ko'rsataman, xudo xolasa. Yaponskiy svecha cho'tki ishlayapti. Bosinglar. Hammaga rahmat. Charchamanglar.